ناشدتها يا غرباتي أوهكذا يجني الزمن زمن تخطفني فلم يترك سوى قلبي الشجن. Karim Muhammad alayhissalomning maqsadi insonlarni Allohga yetishtirishlik edi. O'ziga chaqirmadilar. Shuning uchun Makka fath bo'lgan vaqtida Vahshiy kelib kechirim so'radi, Vahshiyni kechirdilar. Iymon keltirganligi uchun. Vahshiy bo'lsa Hamzani o'ldirgan, payg'ambarimiz kechirmayman deb turdilar Vahshiy. Vahshiyni qayta ko'rsalar o'ldiringlar deb turdilar. Ammo iymon keltirdi, payg'ambarimiz kechirdilar. Bu din masalasi shunday. Faqat Alloh uchun Allohga da'vat qilinadi. Agarchi u sizning yaxshi ko'rgan amakingizni dadingizni o'ldirgan bo'lsa, modomiki tavhidga keldimi kechirasiz uni. Iymonga, islomga kirdimi, dinga xizmat qilyaptimi kechirasiz, birodaringiz bo'ladi. تشكو الوهن العلم يشكو أهله وخصومه تشكو الوهن دفنوا البصيرة والمهابة والمعزة في كفن. ناشدتها يا غرباتي. Payg'ambarimiz alayhisalom Vahshiyni kechirib yuboryaptilar. Ikrimani kechirib yubordilar. Iymonga kelganligi uchun. Ikrima Abu Jahlning o'g'li. Abu Jahlning o'g'li bo'lsa payg'ambarimiz alayhisalom aytgandilar, bular Ka'bani agar pardasiga osilib yalinsa ham o'ldiringlar degandilar. Qaytib ushlasalar o'ldiringlar Ikrimani degandilar. Lekin iymonga keldi, kechirib yubordilar. Chunki maqsad Allohga yetishtirishlik edi. Allohga yetishtirdi. 13 yil Makkada zulm qilgan inson edi Ikrima. Undan keyin Makka fath bo'lgunigacha Rasulullohning qarshisida jang qilgan. Jang qilganda ham hazlakam jang qilgan yo'q Ikrimalar. Ardonavar jang qilishgan ular. Qattiq jang qilishgan. Shuning uchun Ikrima islom yo'lida jang qilgan vaqtida dushmanlarga kirdilar. Ya'ni orqaga qaytmasdan shahid bo'ldilar. Ikrima radhiyallohu anhu dushmanlarga kirib ketdilar. Hamma tarafidan dushmanlar o'rab olgan. Shunda Xolid bin Valid aytdiki, Ikrima qaytgin orqaga, sen bizga keraksan dedi. Ikrima shunda Xolidni so'kdi. Aytdi, nima deyapsan dedi. Men Rasulullohning qarshisiga urushganimda orqaga qaytmaganman dedi. Alloh yo'lida urushib qaytamanmi dedi. O'sha jangda shahid bo'ldilar. Va shularning shahodatini sababidan sahobalar g'olib bo'lishdi. Halim payg'ambarimiz alayhisalom ketirdilar, qancha xizmat qilyapti dinga. Islom mana shu din, mana shu islom, mana bu quvvat. Hozirgi musulmonlarning hayoti hayotmi? Islomga hech qanday aloqasi yo'q. Hozirgi musulmonlar arzimagan narsaga bir-biri bilan ashaddiy dushman. Kechirmaydi buni, yarashtira olmaysiz ularni. Do'st qila olmaysiz, aka-uka qila olmaysiz. Jaholat bu, jaholatning ham cho'qqisi. Bu bo'lmaydi-ki, islom emas-ki bu. Ikrima kechirildi, nima bo'ldi? Zarar bo'ldimi? Ikrimaning hayotini qarasangiz, har bitta lahzasi islomdan keyingisi hammaga o'rnak bo'ladigan. Bardosh qila olmaysiz. عزمي يقوي غرباتي لو عشت دهري بلا وطن لله رفع شكاياتي نعم الملاذ المؤتمن بالله أنسا أبتغي. Mana Vahshiyni qarang. Payg'ambarimiz alayhisalom kechirdilar. Musaylama kazzob chiqqanda Vahshiy aytdiki, mana xatomni yuvadigan vaqt keldi dedi. Musaylamani Vahshiy o'ldirdi. Musaylama kazzobdi. Islomga qattiq zarar bergan. Biz shunday dinga ega bo'lamiz, shunday bir uquvatni hayotimizda tiriltiramiz. Keyin bir insonga o'xshab yashagan bir sahobalarga o'xshab izzat keladi, keyin islom hokim bo'ladi. Musulmonlarning hozirgi xolagan jamoatiga kirsangiz, hammasi bir-biriga yetmish dushman. Xolagan jamoatiga kiring. Lekin Rasululloh bilan Vahshiyni, Rasululloh bilan Ikrimalarning muomalasiga qarang. Qani ular? Qani? Kim amal qiladi unga?
Islomiy muomala qilinsa, islomiy amal qilinsa, shundan keyin iymondan keyingi holatdagi ikrimalar, iymondan keyingi holatdagi vahshiylar yetib chiqadi. Biz hozirgi holatimizda borini ham yo'q qilamiz, borini ham. Biz ishimizga Umar kelsa, Umar adashib ketadi. Umarni biz boramiz. Allohga da'vat qilishlik kerak, Allohga chaqirishlik kerak. Modomiki bir inson Allohning yo'liga keldimi, bas. Siz unga zarra qadar dushmanlik qilmang, nafrat qilmang. Yaxshi ko'ring. Xizmatini qiling. أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العافن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا